Andijon tuman Irigatordan atiga 16 ming dollarga 3 xonali uy ko'rib qo'ydim. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Ushbu ko'rib turgan 5 qavatli Novostroyka domimizni 4-qavatida sizlar uchun 3 xonali kvartira ko'rib qo'ydim. Video davomida to'liq ma'lumot olasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xo'p, mana xonadonimizni ko'tarib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda o'zini kenggina bitta xonasi bor. Bu yerda ham koridori ham keng qilingan. Bu yer oshxona. Oshxona jihozlari qoladi, deyapti. Isitish tizimlari qilingan. Bu yer yotoqxona. Bu yerda ham o'zini mana bitta kattalar uchun yotoqxonasi bor. Bu yerda общий sanuzlarimizni ko'rishingiz mumkin. Kommunal, gaz, suv, svet, kanalizatsiyadan hech qanaqa muammo yo'q. Tashqarida bemalol mashina qo'yish uchun joylari ham bor. Va bolalar maydonchasiga ham ega. Xo'p, narxini yana bir bor eslatib o'taman. Joy egalari tomonidan 16 ming dollar so'ralyapti. Yana ozgina to'lovi bor ekan. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib, chiroyli narxlarga baraka qilishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom etinglar.